الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Cimi hamdu sana bizni vafot qilgandan keyin tirildirgan Allohga xosdir. Qaytirilish Allohning dargohigadir. La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اغفر لي. Allah'tan başka hiç ilah yoktur. O yakki yiganıdır. Onun hiç şirki yoktur. Padişahlık ve hamdü sana Allah'a xasdır. Allah her nersige qadirdir. Allah paktır. Cimi hamdü sana Allah'a xasdır. Allah'tan başka hiç ilah yoktur. Allah kattıdır. Yuqori mertebelik ulug' Allah'ның yardımisiz hiç qandaq kuch quvvat yo'qdir. Alhamdulillahillazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi zikri. Cimi hamdu sana tenimni salomat qilgan, ruhimni qaytirib bergan, o'zini zikr qilishimga meni muyassar qilgan Allohga xosdir. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
واتقوا الله لعلكم تفلحون. Parvardigorimiz, bizga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmagin. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. Ularning duosini Parvardigori ijobat qildi. Men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qiluvchining qilgan amalini bekor qilib etmayman. Sizlar bir-biringlardan to'ralgan. Hijrat qilganlar, yurtlardan haydab chiqarilganlar, mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun aziyat tortganlar. Urushga qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ldirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'q chiqaraman. Albatta ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. Kofirlarning pul-mol, obro'y, martaba izlash yuzidan shaharlarda kezib yurishlari seni aldamasin. Bu ozg'ina bahramon bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. O nima degan yomon to'shak. Parvardigorga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahramon bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutib olishdir. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat yaxshi bandalar uchun kofirlar bahramon bo'lgan baqosi yo'q ozg'in rohatdan ortiqdir. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavrotga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Allohning oyatlarini ozg'ina badalga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhisalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartirib etmaydi. Ularga Parvardigorning dargohida savob beriladi. Alloh haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Ey mu'minlar, toat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamliq bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar. كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى